Tasavvur qiling. Siz yashayotgan O'zbekistonning ichida dengiz bo'lgan. Ko'l, ariqmas, haqiqiy dengiz. Hech kimdan kam bo'lmagan, hattoki Bali, Maldivlar ham havas qiladigan darajada. Orol dengizi ilgari dunyodagi 4-eng katta yopiq suv havzasi bo'lgan. Hajmi 68 ming kvadrat kilometr. Bu butun Irlandiya davlatidan ham katta. Amudaryo va Sirdaryo uni to'ldirib turgan. Unga bitta emas, 1 milliondan ortiq odamning hayoti bog'liq bo'lgan. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Qozog'istonning janubi hammasi suvga qarab yashagan. Har yili 50-60 ming tonna baliq ovlangan. 20 dan ortiq baliq zavodlari, 2 ta muzlatish fabrikasi, konserva ishlab chiqarish zavodlari bo'lgan. 1960-yilgacha dengiz sathi barqaror bo'lgan. Hattoki yozgi issig'ida ham pasaymagan. Mo'ynoqdagi baliq konservalari butun Sovet davlatlariga eksport qilingan. Tasavvur qiling, poyezdda agar bitta konserva ochilsa, hidini butun Moskva his qilgan deyshadi. Suyuq oltin edi. Iqlimni barqaror ushlab turgan konditsioner rolini o'ynagan. Bug'lanib, yomg'ir aylanishini yaratgan. Havoni nam ushlab turgan. Mo'ynoqda kema floti bo'lgan. Hatto kema ta'mirlash zavodi ham ishlagan. Nima deb o'ylaysiz? Orol dengizi yana qaytadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Men bo'lsa keyingi qismda sizga agar Orol qurmaganda nimalar bo'lishi mumkinligi haqida gapirib beraman.